Bizga buni qimmat deyishyapti. Teatr o'zi qimmatmi? Ha, qimmat. Lekin nimaga? Chunki u tirik. Kino bir marta suratga olinadi va ming martalab qayta takroran namoyish etiladi. Biz bo'lsa mana shu sahnada har kecha qayta tug'ilamiz. Siz 40 ta tomoshabinning ichida o'rin olib, bir paytning o'zida sizga xizmat qilayotgan 15 ta aktyorni yurak urishini, uni nafas olishini va uni o'tkir nigohlarini juda yaqindan his qilasiz. Spektakl 50 daqiqa davom etadi. Siz tomosha qilasiz, ketasiz, lekin mana shu 50 daqiqa ortida oylab uxlamasdan repetitsiya qilingan tunlar bor. Ovozlar tark etgan tomoqlar bor. Ko'proq pul topish mumkin bo'lgan ishga ketmasdan mana shu sahnani tanlagan aktyorlar bor. Teatr shuning uchun qiyin, teatr shuning uchun qimmat.